ham vaziyat siyosat omardim. Tolibon kuchlari bilan yuzma-yuz kelgan Hoji Bahovuddinlik ayollar kaltaklarga qaramay ortga chekinishni rad etmoqda. مسلمانی است نه داخل زمین ما داخل ننگ ناموس ما میاد سیاست ما رو قایمیل میزنه و کلتک میزنه. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar vaziyatning tarangligini ko'rsatadi. Ushbu avj olayotgan yer janjalining oldingi safida mahalliy ayollar Tolibonning qurolli kuchlariga qarshi turganini ko'rish mumkin. Xabarlarga ko'ra, bu ayollar kaltaklangan va kamida 3 kishi yaralangan. Biroq Tolibon voqeani boshqacha talqin qilib, mahalliy aholi birinchi bo'lib ularning kuchlariga hujum qilganini da'vo qilmoqda. Ayollar bilan yonma-yon turgan mahalliy erkaklar ham o'z yerlarini taslim qilishdan bosh tortmoqdalar. Ular bu maydonlarda ota-bobolari qariyb 80 yildan beri dehqonchilik qilib yashab kelayotganini ta'kidlashadi. Afg'onistonning ko'plab boshqa hududlarida bo'lgani kabi chuqur ildiz otgan yer egaligi muammosi yana bir bor mahalliy aholini ikkiga ajratmoqda. Ushbu mulkiy mojaroning tubiga yetish juda murakkab. BBC bilan suhbatda tuman rasmiylari mahkama jarayonida aholining qonuniy vakillari bo'lganini, ammo yakunda ular mahkamada yutqazganini bildiradi. Rasmiylar yerni Andar qavmiga topshirish haqidagi mahkama qarorini shunchaki ijro etayotganliklarini aytishmoqda. Biroq mahalliy aholi Tolibonni tarafkashlikda ayblab da'vogarlarni yaqinda Pokistondan kelgan va hech qanday haqiqiy hujjatga ega bo'lmagan ko'chmanchilar deb atamoqda. Mahalliy vakillarning da'vo qilishicha, Tolibon tuman markazidagi muzokara yig'ilishida 100 ga yaqin qishloq oqsoqollari va faollarni ushlab, yashirincha viloyat markazi Tolqonga olib ketgan. Mahalliy mas'ullar esa bu hibslarni rad etib, oqsoqollar faqat tinch maslahatlashuv uchun chaqirilganini aytishmoqda. Ekinzorlar tortishuvlar maydoniga aylanib, osillar payhon qilinayotgan bir paytda mahalliy aholi kurashni davom ettirishini aytmoqda. Tolibon oliy rahbarining hozirgi yer egaligini saqlab qolish haqidagi umumiy farmoniga tayanib, mahal aholisi markaziy rahbariyat aralashmaguncha chekinmoqchi emasligini aytmoqda.